Jizzaxda maktab va o'rta maxsus ta'lim muassasasining 4 nafar o'quvchilariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gap shundaki, ular spirtli ichimlik ta'sirida odob, axloq qoidalarini qasddan mensimasdan bezorilik va tovlamachilik harakatlarini sodir etishgan. Batafsil hozirgi lavhada so'z boradi. Joriy yilning 6-aprel kuni kechki vaqtda viloyatning Zomin tumanida yuz bergan voqea ishtirokchilari protsessual tartibda ushlandi. Ma'lum bo'lishicha, Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ko'p qavatli uylarning birinchi qavatidagi kompyuter o'yinlari markazida qonunbuzarlik sodir etildi. Aniqrog'i, jamoat joyi bo'lishiga qaramasdan bir guruh yoshlar, jumladan kollej va maktab o'quvchilari spirtli ichimlik ta'sirida jamiyatda qabul qilingan odob, axloq qoidalarini qasddan mensimasdan bezorilik harakatlarini sodir etgan. Tumanning Xalqobod, Bog'shamol va G'afur G'ulom mahallalarida istiqomat qiluvchi 2008 va 2009 yillarda tug'ilgan yoshlar vaziyatga aralashib, tartibni tiklashga urinayotgan fuqarolarga nisbatan qarshilik ko'rsatib, Zomin tumani Birlik mahallasida yashovchi 2000 yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan zo'ravonlik ishlatgan. Ular qo'l va oyoqlari bilan, shuningdek, qo'llarida bo'lgan pichoq orqali tan jarohati yetkazgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, jabrlanuvchiga yetkazilgan jarohatlar yengil toifaga mansub deb baholangan bo'lsa-da, bu holat jamoat xavfsizligiga nisbatan jiddiy tahdid ekanini ko'rsatadi. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida ushbu shaxslar jabrlanuvchini zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib, 400 ming so'm miqdorida pul talab qilishgani aniqlandi. Zomin tumani Ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Zomin tumani bo'limi xodimlari tomonidan bezorilik va tovlamachilik harakatlarini sodir etgan ushbu 4 nafar shaxs qo'lga olindi. Ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi hamda 165-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirildi. Ajablanarlisi, ularning 2 nafari muqaddam o'g'irlik jinoyati uchun sudlangan, ammo undan tegishli xulosa chiqarmagan. Achinarlisi, mazkur voqeada ishtirok etgan ayrim shaxslar hali maktab va o'rta maxsus ta'lim muassasalari o'quvchilari hisoblanadi. Aslida bu davr yoshlar uchun bilim olish, kasb-hunar egallash, o'z ustida ishlash va jamiyatda munosib o'rin topishga intilish davridir. Darhaqiqat, jamoat tartibini buzish, bezorilik va zo'ravonlik kabi harakatlar hech qachon jazosiz qolmaydi. Qonun talablarini mensimaslik, ayniqsa jamoat joylarida tartibni qo'pol ravishda buzish muqarrar ravishda javobgarlikka sabab bo'ladi. Bugun dasturimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalar mana shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.